Mening ismim Adam. Etner padşalığının şahzadesi. O yerda sırlıq Galiskar qalasi var. Bu yolvas mening eng yaxshi do'stim. Menda sırlıq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshir qattiq to'layman. Bana kuch-quvvat ato qildi! Bu çağda yolvaz, eriş yolvasıga aylanıdı. Men Hiymanga, alemdeki en kudretlik adamga aylanıman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shatutberi so'z sirish. Yasavul Dinkin va Oko uch kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilanta qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. O yalğız Munar diyeni bir günün bekar ötüp gitti. Men Malayka, taşıq tağdaki parasetlik Hazret Toruluq. Köңlü bölünüp ketken kişiler bir de azaplanmaktı mı? Ah güzel değil ha, seni bek seğindim. Seni yeni bir köse, sana erişsem kandak yaxşı boladı ha. Şoğunu sen beni red kıldın. Padişahımın muhafizachilar atirtib kirişi ma'qul ko'rdim. Mening bilan to'y qilishga unumidi. Ah, bu nima degan tangsizlik. Men sehrim orqali har qanday narsaga erisha oldim, lekin sana erishaolmadim. Malayka, sening boshqa yo'qdi? Kalin, men seni chaqirmadim-ku. Men qandaqdir bir shapini anglab, sana yordam kerakmikin debdimi? Sen xato o'ylabsan. Bu yerdan hozirlik et. Birdamdan keyin men sana sehrgarlik dars o'taman. Bo'ladi, Malayka. Deylan, ajabmi ko'gim keldi. Biroq uning meni burunqideklar rad qildiganligini bilib turibdimi? Shundaqdim uni bek ko'gim keldi. Bu arzuyimga yetish uchun hech narsani ayamayman. Seni qarshalaman Malayka. Sen kim? İsmim Lokis. Xo'jayinim evetken favqulodda elchiman. Undaqda sening xo'jayining kim bo'ladi? Uning ismini bilishing hojasiz. Mo'min o sening diloga bo'lgan muhabbatingni tamoman tushunadi. Uni qo'lga keltirishingga yordam beradi. Rasma, qanday qo'lga keltirma? Bu bedel berish masalasiga taqiladi. O talab qilgan bedel intayin yuqori. Har qanday bedel to'lashni yonmayman. Yaxshi. Amisa tutishdiqa. Bu nima? Bu bir kelishimning rasmiyati xolos. Endi o'z ishimizni boshlaylik. To'xta. To'xta. Nima ish qilyapsan? Darhol to'xtat. Bu biz talab qilgan bedelning bir qismi Malayka. Uninga sen bu yerda qo'shilgan-ku. Men ekinzorligimni buzishga zodi qo'shilmayman. Agar sen darhol to'xtatmasang, sehr bilan to'xtaman. Sen bu bir ogohlantirish bo'lsin Malayka. Hozirdan boshlab bu yegim men ega. Malayka, qaraganda hiyliq qo'rqinchli ablah seni bosh egdiryapti-da. Oko, bu sening ashu uydagi anchaki sehrgarlik bilan erishgan narsangmi? Abla, meni kechirgin Yasavul. Men absini xato qo'yibdiman. Nima? Absini xato o'qib qo'yibdimi? Undaq sen nima uchun yana? Men aniqlayman. Ay, chetaq bo'ldi. yana nim bo'ldi? Nim bo'ladi? Mening ishxonamga qor, yomg'ir yog'di, shu ish. Xatolikning natijaligini bilmadim. Kelar qatim shunda qilaylik Oko. Buni yozda o'ynaylik. Men texi Diladin chang dars yugunimi? Amsi men muboqidakman. Bu narsani yig'ishtirish menga qapti-da. Sen yig'ishtirarsan, ko'p rahmat. Ay. Bu ko'l qara
ablah. Urushga tayyorlik qilib o'tirsa. Hay! 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 Hey, yavaşrak bolsan olamiki? Birike adam, men ilişni optarak ögütüşnün çağrısını izleyaptım. Men ilişip nime kılımı? Sen mening muhafizatçim tursan. Özünün hünerlerini körsetken adam, muhafizat kılıştan zörüriyeti var mı, yok? Bununla güç gidiyor. Lekin sihirni özgertkili bo'lmaydi adam. Yanılı meni işiltiş gerekken. Bu xil iş senin muş çırayınğa bop keledi, Lanman. Men başqalarda cho'nqur ta'sir qoldirishni yaxshi ko'raman, ha? Menimcha bu ilişme ahırlaşıp kaldı. Yaxshi bo'ldi. Kellanman, Qashtash oshxonasiga berib. Ozroq bir narsa yeb olayli. Ha? Kim? Kechiring, avar qilib qo'ydim deylar. Sizga azroq gapim bor de. Ha, buludu. Sen Xanim, men Lokis, men Adillik deyhan. Hey, men aslida deyhandim. Malayka degan bu tog'liq hazrat ikizarlikni vayron qildi. Malayka, bu mümkün emas. Rost, xanim, ilmi yaxshi biz qochib ketdik. O bir sehr bilan tog'dagi to'g'onni buzib etdi. Kentimizni vayron qilib etdi. Ay, Malayka unda qilmaydi. U o'zining sehrini ishlatib buzg'unchilik qilmaydi. Xanim, ehtimol sizning sovuq muomalangizga uchrag'achqa shunda qilgan o'xshaydi. Getirgin. To'g'ri qamlashdim. Malayka bilan deyla, bat aradim mana bo'ysunida. Oy adam, erş yolvisi tilep yanamo, ha? Kela erş yolvisi azroq bir nima tilep yavag'in, ha? Ha? Tilep? Aç kalsamı sen de kalvadın tilep yemeyme. Ha? Adında çatak çıkıptı. Qaraganda Malayka işleriga o'xshaydi. Malayka, o burun seni yaxshi ko'ratdi o. Uning arzusi shundaqdi. Ama sen bizni bir ishga yordamlashma demoqchimi? Men sizlarning yordamingizga muhtoj, Lanman. Adam, dadamda xiymanni akeldiramdiq yo'q so'rab baqsanglar, men buning yordamiga muhtoj. Men chaqirib kelsam bo'lamdi. Sendan o'tinib qolay, hozir chaqchaq qiladigan vaqt emas. Men sizlarning meni izlayotganliginglarni uqdim. Oh, seni ko'rganimga bak xo'shalman. Toshdoqdagi Malayka hazrat falokat yo'l uqibdi. Malayka, o seni yaxshi ko'ratdi o. Senmi shundoq deysan? Oh, sening zodi bizga yordam qilib bormi yo'q? Qani yo'l boshla atrat boshlig'i. Eliq qo'rqinchli abdah Lokis, hamma yolg'izlikning boshchisi. Men uni gapiga kirmayman. Lekin Lokisli mening Dilani qo'lga keltirishimga yordam qila oladi. Men sehrimni ish qilib bularning hammasini asliga keltirma. Malayka, Lokischikinlarning nima ish qilayotganliginglarni ko'ryapman. Men sening yordamching. Lekin Lokisning askadlaq ekanligini bilaman. Uni tezroq ko'zini yo'qot. Uni darhol yo'qotib etishim kerak.
Sen bana boysun de. Hem de benim düğünüm boyunca çıkılsan. Aşığın bizi göz koşup gider mi ha? Men ahırkı gittim. Şunu aytip koyayım ki, Malayka ezelden mening aşığım emas, hem aşığım bulamaydı. Kuzula! 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 Git bol, bomba bilen uvalmazsan korktup koy. Olmaydı. Onda kısak o senin beşiğin şunu. Bende çatak yok. Bana işengin. Kanat, kanat. Çapsan yiyin. Bu sihir naydı caydı buldu. Bunun hemmisi senin kerametin. Sen kim bulursa? İsmim Kalin. Malayka'nın yardımcısı boluman. Bu işler to'g'risida onun meselesi hal bo'lgandan keyin qarang'ishaylik. Oh, sen qaysi so'ngakda o'zi uchib chiqqan bo'lsang, shu yoqqa qayt. Ben senin kerametinni boşçaqlığını bo'lmaydiganligini es qilgandim. Bay sen degan alvasti Malayka'nın işığı mas'ul bo'lish kerak. Shundaqmi Kalin? Shundoq. Malayka Lokisning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Bularning hammasi uning diloq bo'lgan muhabbatini bildirdi. Oh, yo'q. Menimcha u bu ishni oxirlashtirsa bo'ladi. Nemini oxirlashtirdi? Bo'ladi. Men faqat sizlarga so'zlab beray. Men Shoh ordusida muhofizachilar atritining boshlig'i bo'lishdan ilgari Pamparasat shahrida bir necha oy o'rgandim. Shu yerda Malaykani uchratdim. U shu joydagi hazratni ta'lim olayotgan. U chog'da u menga xeyli tuzuk yigitdek ko'ringandi. Bundaq go'zal qizlar sehr qilingan kiyimlarni kiysa, toza yarishidi. Lekin uning sehri ancha kor ekanmidi. Keyin Malayka o'zining sehri kuchini ko'rsatib, ulug' hazratga aylandi. Men uni odatdagi do'st deb biletdim. Hergiz yaqin munosabat o'rnatishni xohlamaydim. Lekin u niyatidan yonmadi. Vaqaning jarayoni mana shundoq. Ba'zi ayollar Malaykaga yiqilishni sharaf deb biladi. Sen meyli xalig'in yoki xolima sening raqibing bor. Kel Dila, men senili kutib o'tirdim. Onu qo'yib-at. Hey! Malayka, Dilani darhol qo'yib-at. O mening. Qiyma, gapimga quloq sol. Darhol tog'dan ket. Siz kim? Uxlab tushib. Malayka, bu ishing qamlashmadi. Nemiz qamlashmadi, söyümligim? Bu to'g'ri bo'lmadi. Sen meni o'zingni yaxshi ko'rishga majburlayapsan. Bu hergiz amalga oshmaydigan ish. Vaqti kelganda sen meni cho'qim yaxshi ko'rsan. Biroq sen fursatni qo'ldan berib qo'yding, Malayka. To'xta. Nima ish bo'ldi? Malayka hazratim, sening vaqting to'shdi. Endi sen va'dangga vafo qilib, menga Dilani qo'lga keltirish haqqi to'la. O nima deyapti? Sen bu ablah qarzda bo'lib qoldingmi, Malayka? Malayka faqat seni o'ylab, menga haq to'lashni butunlay unutib qopti. Sana zaten nemi kerak, ha? Senin ruhin kerak, ha?
Mening ruhi? Nima? Yo'q, bu rost shundaqmi? Sen rost qilib shundoq olvas bilan sodlashdingmi? Hozir mening xo'jayinim ikkalani elib ketadi. Zulmat tegisi, mudhish podshoh tezkal. Sening chaqiring seni kutib turyotidi. Tez! Malayka, men seni debli keldim. Parakende qilishga jur'at qilgan qaysi? Men, Heyman. Biz oxiri ilishadigan bo'ldik-da. Sen kim? Zodi qandaq narsa? Men terrorlikning xo'jayini, ummatning abdi, butun olamdagi insonlarning dushmani. Mening tabiatim yovuzlik. Hay! Bicara ablah, bana tenkilemeyse, ben onun edibini vereyim. Kalva, sen fakat galiba qilish vaqtini ozroq kechiktirishing mumkin. Yovuzlik sizlarni butunlay halok qiladi. Bu mumkin emas. Uning kuch quvvati menikida qilishmaydi-ki. Ajoyib ish. Sening oq ko'ngilliging mening yovuzligim bilan elishsa, ikkimiz uzunga chiqishni shalda turishimiz mumkin. Yengilishi belgilash tas. Men oxirgacha elishiman. Men sen bilan vaqtni isrof qilishni xohlamayman. Men Malaykaning menga tavashkaligini jakalayman. Yo'q, onunga chiqilma. Men sana başqa bir ruhni beray ablah. Hech qanday ixtilof qilmay Malaykaning ruhining o'rnini to'ldira oladigan ruh. Mening ruhim. Kalin. Sening ruhingning bunda o'rnini to'ldira oladiganligini anglab boqmagan. Men Malaykani yaxshi ko'raman. Uning uchun har qanday xatarga, hatto jondan kechib roziman. Bo'ladi. Men Malaykani qo'yib etaman. Sening ruhingni uning o'rniga dastama. Sana hepsini o'qiyman. Boshqalar uchun qurban berishni xohlaydigan ruh bo'lsa, u yengilib bo'lmaydigan kuchga aylanadi. Shundaqli mening kuchimga ayib bo'ladi. Mana bu haqiqiy muhabbatning kuchi. Kalin. Malayka. Kalin. Mana bu haqiqiy muhabbat. Men aldandım. Lux. Sana qarış yağsa. Bularning hammasi sening kasaptı. Hammasi sening kasaptı. Lekin xo'jayin. Ben sen bilan keyin hisoblashima. Heyman, biz yana davomliq elishimiz. Xayr xo'sh. Sen qachon kelsan, men tayyor. Malayka, ikkimiz düşmanlikni do'stlikqa aylantirdik. Rasul ishimiz kerak Heyman. Ya, men sana nurg'un avarchilik deb berdim. Buni o'rni qanday to'ldirishimni bilamayman. Ha, kerak yo'q. Bana bo'lgan hissiyotingni, sening haqiqiy muhabbatingga erishgan kishiga singdirgin. Kali. Malaykani qo'ldan berib qo'yib, ko'ngling yerim bo'lib atamdi deyla. Hay, men doim men bilan birga xizmat qiladigan ma'lum kishini bo'lgan sir yaxshi ko'rib qolaman. Rasma, uni men bilmaymanmi? Ohoy. Berika, Lanman. Lanman. Og'aynilar,
Bugünkü kegini hesap, ha? La 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 la. Bugungi hikoyada Malayka o'zi qilmoqchi bo'lgan ishni jazman qildi, lekin keyin navod ishni xato qilib qo'ysa, aksincha natija olganligini, shundaqla buning o'zi mas'ul bo'lganligini sezdi. Baxtga yarasha Malaykaning nurg'un do'stlari bo'lib, ular Malaykaga g'amxo'rlik qilib, uni qiyin ahvoldan qutuldirib oldi. Hech kim xatolik o'tkazishdan xoli bo'la olmaydi, lekin bilib turib xato ish qilsa, tushundirish tez bo'ladi, hamon o'z beshiga chiqadi.